voy kofeni baklashkasi qani? Tashlab yubordim. Onam kiyib olsak bo'lardi kuchanga. To'g'ri bo'ldi. Saharlikdan chiqib qoladi. Aka qo'qsalaring. Bittani ham oldim. Bittani ham orqamga qo'ydim. Qop-qorong ajoyib. Telefonlar zaryadi o'chib, narsalar bo'ldi. Wow. Endi odam so'qotyapti. Tamam bo'lyapti. Ushlaydi. Yaxshi, triko kiyyapman. Ishimdan chiqqan. Birinchi achasan. Asinga aytdim-da. Rasmga tushar ketmayapti. Birinchi bo'ladi. Voy, so'qdi. Kampani. Mana nima deyapsan? Ne uğraş bilmegeniz. Ya uzun qo'yganman-da. Alaroq. Sir bo'lib. Uyda üst qo'ygan. Alaqancha. Men tortga yedim. Ha, tortga yedim. Bittaga ishib ketdi o'ylayman. Normalniy harakat qilib chiqib turganimizda tilla ketganmiz. O'zi ham soat 6da to'rtgacha tushib. 6gacha havo isitmasiga faqat tushib. Yo'q. Ortada. O'zi bu mano yetadi. Uyda anchadan buyuk ko'rmayman. Surda yotganimiz hech qoldi. O'zbekistonda. Bu oshmas. Hindistonliklarmi? Biryani. O'shani aytmoqchi edim, o'zingiz qildingizmi yo Hindistonliklarmi deb turdim. O'zim qilganman. Deb qo'ydim. Ha, o'zingiz qilgansiz? Mana bu to'yib turadi, cho'q uxlab olaman. Asaga. Qora bir taraf. Yo'qdan qo'rqib tushadim. Pong dörtde. Men ham taraf o'qib ketaman qo'rqib. O'ta ko'piyman. Hali do'q qilsa, hali buloq suvlar eshitiladimi? Mana o'zida to'yib qoldi-ku. Bekor mencha bo'lyapti. Unarim qolib ketadi-yo. Qonunuz ochiq kerak. Ozgina ovqatlanaman keladi. Ehtiyot bo'ling, asa. Ton. Wow. Strelkalar chizib qo'yibdi mana aka. Shadan yur. Mol bo'sh qolmasdan deyapti. Wow. Ehtiyot bo'ling. Bu juda qattiq joy ekan. Ha? Ehtiyot bo'ling. Ayva. Pula pala. Bugün. Mahkam bo'ldi. Hushyorlikni oshiramiz. Ay, kunduzi kelgan odam boshi aynab ketsa kerak. Yaxshi ham kechqurun kelyapmiz. Yo'masdan? Pulla poya. Ehtiyot bo'ling valla.
Bak undan ham qaltis ekan. Namsan yonida adirchi ekanda. Namsan. Fiyedich. Tog'mas-ku. Mana qara, oshi. Qo'rqinchlik-ku. Dushmanlarni ortda qoldirdik. Pistirmadan hujum qilamiz deb edi. Qabr? Qanaqa qabr? Qabr emas u. Bo'ldi, mashaymi? Ana bayroq o'ralib ketdi. Shamol qara. Oh no. Tysonga o'xshadi. Taysonni adrenalin ichgan ko'radi-yu. Yopig'ini bunday ko'tarib qo'yapti. O'shaga o'xshab yana. Tosh ustiga chiqing, rasmga olib qo'yaman nima deydi, otadi. Ranalab tushib olsak, dam olamiz uyga borib. Iktorgacha uxlashgan. Ketdik endi. Tashqallarni oldik. Mana shu yerda aşağıdan turib olaychi meni. Darsi bormi? O'zi boshlab kelgan odam shu. Oldinlab ketmang, turing. Mana yerdan tushib kelar shekilli. Mana sirpanchiq ekan, ehtiyot bo'ling. Ay, xavflilik darajasi 100. Bundan kam emas. Sizda-ku endi blog, menda blog emas-da, muhimi shunchaki memory qolsa bo'ldi menga. Men YouTube drive. Bo'ldi. YouTube'da vlogim joylayman. Aynan shuni o'sha orasidan topib olasiz. Like qilib, subscribe qilib qo'ying bo'ladi. Koreyadagi eng zo'r vloglardan biri. Haqiqatda ochiq eding, ha? Siz uxlovdingizmi aka? Eng qizig'i men 11 da ish boshlaganman. Sizga kechqurun 11 gacha ishladim. 12 soat. 12 soat ishlab turib, kilo ovqatlanib 2 soat uxladim, keyin ovqat chiqdim. Futbol ko'rmadingiz? Krossovkalar bo'lmas ekan. Shi yumshoq ekan. Yo'lda yorib ketar ekan. Toshlar qirraladi.
Videolarni ko'p olib tashlayapman, endi orasidan qirqib chiqish kerak edi. Bari joylanib. Ne? Siz YouTube'da videolarni qatnashib ko'p bo'ldi lekin. Ha, o'tib tashladim. Abdushi, Tohir aka sikishga qara. Kechagina borib, to'yga kelsa keldim, ansam yangi o'tgan. Endi kelishyapsiz. Ya, tutun tarafda, endi yozib qo'yadi. Endi hozir bu ishdan chiqib ketaman. Ya, yana boshqa yerga Masha. Ketdik, tamam oldik. Ondan kaltıratayım, şu giderimiz. Hoş kol, tuşay dedik. Finally. Yapıyor valla. Rozan sen getirip gidiyordu ya. Herkes 20 çok saat. Benim de çok öyle çıkıyor mesela. Ini